ota-onangizni 10-15 yoshga yoshartirib yuborishni xohlaysizmi? Xuddi siz bolaligingizda qanday kulib yurishgan bo'lsa, shunday kulib yurishlarini, yeyotgan ovqatlardan maza qilishlarini xohlaysizmi? Men sizga buning uchun juda ham oson yo'lini ko'rsataman. Mana bu yoqqa kelasiz. Mana shu klinikada meni yaxshi do'stim va yaxshi inson. Qani, Hikmat aka, shu yerdamisiz? Mana shu odam ota-onalarni yoshartirish bilan shug'ullanadi shu odam. Sen bolaligingda qanday maza qilib og'zingni to'ldirib kulib yurishgan bo'lsa, maza ovqatlar yeyishgan bo'lsa, xuddi shunaqa shu yerda nima qilishadi. Men ham onamlarni Hikmat akamlarga olib keldim. Bu joy mana onamlarni tishlarini davolash boshladilar. Eng katta ustunlik bilasanlar nimada? Bu odam og'ritmasdan, juda ham xushmuomalalik bilan va bemorlarni ish bitirgandan keyin tashab qo'ymasdan har 6 oyda xabar olib turib davolaydi. To'g'rimi aka? Qo'ldan kelgancha Sherzod birinchi sababchimiz, lekin asosiysi donor. To'ppa-to'g'ri aka. Eng muhimi ish sifati bo'yicha O'zbekistondagi top dentistlardan biri bo'lsalar, narx kosmos emas. Bemalol qo'rqmasdan Hikmat akamga ota-onalarni boshlab olib kelinglar. Bu menimcha ularga qilgan eng zo'r yaxshiliklardan bittasi bo'ladi. Sababi qarigan chog'da odamni tishlari butun bo'lsa, maza qilib hayot kechirishga, hayotga yangitdan qarashga sabab bo'ladi. Aka, nima deysiz bu yerga? Hali sizga chaynab bergan tishlarni qarzini uzyapsiz-da, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri gap yo'q. Bu bunaqa o'xshatish men bilmadim, haqiqatan olaman. To'g'ri. Qaysidir nimalardir shu tishlar sizga chaynab bergan ovqat. To'ppa-to'g'ri. Endi shu qarzni siz hozir yopib olasiz. Gap yo'q.